O'zbekiston sharoitida biznesmenlarimiz ko'proq Instagramni rivojlantirishga e'tibor berishyapti. Chet elda bo'lsa, birinchi kattaroq kompaniya bilan ishlayman desangiz, birinchi bo'lib sizdan sayt so'rashadi. Bu nimaga? Tak. Birinchi o'rinda oladigan bo'lsa, hamma joyda ham Instagram yoki Telegram ishlatishmaydi. Misol uchun Turkiyaga borsangiz, o'zim o'rtog'im aytgan, yoki o'zim hali bormayapman. Instagram ishlatishmaydi ular. Tak что nima degani, bu Instagram bilan nimadir foyda olib kela olmaysiz biznesga. Ko'p joylarda shunaqa. Lekin sayt bu global narsa. Ya'ni har joy to'g'ri kelaveradi. Nimaga endi ular sayt so'raydi? Birinchi o'rinda saytda haqingizda ma'lumot aniqroq bo'ladi. Misol uchun nima qilgansiz, o'zi kimsiz, shu yerda aniqroq ma'lumot olishadi. Endi u sayt qanaqa qilishganiga ham bog'liq. Misol uchun bitta chet el kompaniyasi bilan ishlaydigan kompaniya ishlaganmiz, Xitoy bilan ishlari ko'proq. Ular startap boshlamoq uchun birinchi saytdan boshladi. Misol uchun o'z investitsiya qilmoq uchun birinchi sayt, hali produkt tayyor emas qizig'i. Shundan saytdan boshlaydi. Tak что ham ma'lumotni berib oling, u qiziqsa bo'ldi, ishni boshlayman deb turib. Shunaqa. Ya'ni ular birinchi o'rinda ma'lumot olish kerak, haqingizda ko'proq analitika qilish kerak, bo'ldi. Shundan keyin ishonishlari mumkin shunda ham. Sayti bor degani, misol jiddiy sayt bo'ladigan bo'lsa, bu degani siz o'zingizni qo'rqmaysiz ko'rsatishga, onlaynda o'zingiz ko'proq ko'rsatasiz. Shu narsadan bildiradi sayt bor degani.